Mana Maptun ko'zing yo'layam o'lgur bilanmiz. Andijonda nomer ading. Haqiqatan kuyov bolalarga maslahat bermoqchiman. Ana kelin ko'ylar qidirib yurganlar. Ha meni emashitda onasi deydiganlar bemalol Maptun opaga murojaat qilaverasizlar, ishoninglar. Bu yaga qilib tashlaydi kelinlar. Kuyov bola ko'rolmaydigan darajada bo'lib ketadi. Menga ham qilib berasizmi opa? Kelinni cho'tki qilib liboslardan bemalol. Kuyovlar uchunchi? Kuyovlar uchun shu endi kelin. Ko'p damlab berasiz, kutib turadi, to'g'rimi? Ha, kelin o'z makiyaj qilib bersin, katta javob. Joni sog' bo'lsin opa, rahmat. Andijonda nomer ading, bemalol murojaat qilaverasiz. Baxtuna. Mashinalarni bilib olaylik, chiroyli oydek bola mana. Mavzu hozir shu bo'lyapti aka. Maqsad shumidi? Uylanaman, so'ravermanglar. Bo'ldi, uylanaman. Avtonopa zo'ridan qilib berasiz. Bo'ldi. Shular uylansin, yordam berib olaylik. Rahmat. Normalniy bola. Otib ko'rsanglar ko'taradi, yaxshi bola. Mana oydek bola. Ko'rinishi mana. Bo'y nechi? Tagida mashinasi bor. Уже qadan? Eshi. Ha, Xonsaroyda uy bor. Qarachi normalniy bola. Ichib ver, chek ver. Qarachi mashinaga bola kim kerak bo'lsa, mana qizga murojaat qilasizlar. Halollari, choylari, kelin ko'ylari hamma yo'q ichida.